Qurban qilish badaliga o'zing ta'sir kuchi kengaytgan davlat. Xo'sh, hozirlikchamiz so'z oldik. Jungoning umidi shukan, Jungoning diplomatiya amaldori yangicha Washingtonga kelibdi, vaziyatni o'zgartirish uchun kelibdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'tirishga munosabat mushu darajaga kelibdi. Yangicha vaziyatni o'zgartirish uchun kelibdi. O'zgartirishi mumkinmi, hurmatli vatandoshlar? Men qarayman ki hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo siyosati belgilanib bo'ldi. Bu belgilanib bo'lgan siyosatda Amerika Qo'shma Shtatlari o'zgartishi, yangichining diplomatik faoliyati orqali o'zgartish mumkinmi? Mumkin emas. Amerikada siyosat izchillikka ega. Amerikada siyosat bir xillikka ega. Amerikada siyosat o'zgarib turdi. Amerikada siyosat tetik va jonliq o'zgarib turdi. Obyektiv dunyoni, obyektiv reallikni, obyektiv faktlarni, obyektiv hodisalarni, siyosat hodisalarni bir taraf qilganda Amerikaning siyosati o'zgarib turdi. Ehtimol bugun yana birisiga avtonomiyani sen shuni olsang bo'lamdikin deb baqishi mumkin. Ehtimol birisiga agar mustaqillik jakolisa onu qo'llashi mumkin. Amerikaning siyosati qatib qolgan siyosat emas. O'zgarib turdi. Bugun mushu siyosatlar belgilendi. Ben bu siyosati o'zgardi deb aytamayman. Ben bu siyosati o'zgarmaydi deb aytamayman. Chunki meni bu to'g'rida bundaq baholash, fikr qilish xamiyator uchun az, hurmatli vatandoshlar. Lekin fakt shuki, siz agar g'anjechi bu qatim Washingtonga yetib kelib, hozir Jungo Amerika o'tirishga munosabat va Jungoga foydasiz bo'layotgan bir vaziyatni o'zgartish uchun tirishchanlik ko'rsatdi ekansiz yangichi. O holda men sizga savol qo'yayki, siz Amerika Qo'shma Shtatlariga nima masalalarda, qaysi cho'ng masalalarda yo'l qo'yishingiz mumkin yangichi efendi? Agar siz yo'l qo'ymasangiz, ma'qul demasangiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining bu siyosatini o'zgartish majburiyati bormi? Biz boshda so'z qildik. 46 yildan keyin Amerika oxiri qo'l soldi dedik. 28 yil kutdi dedik. 40 yil to'shdi, bir qanot to'shdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoga qaratgan tashqi siyosati o'zgarish kerak dedik. O'zgardi. Agar bugun hozir eng oxirgi voqealiksimizga diqqat qildingiz. Yangichi siz Washingtonga kelgan kunida, kelishdan avvali 2-oyning 1-kuni Registrlarının xavistinde sözlügen dokumentada Jungo yeni mustamlikçi idi. Şundaqla yana 2. qitin Duvit orbiti anlatkanda Latin Amerikasıga Cahangir, yeni Cahangir kerek emas idi. 2-ayning 3-kuni Davlat Mudofaa Ministrligi Cemiyetiz yadro qurolları atom vaziyeti to'g'risida dokument e'lon qildi. Bo'lganda nima deyildi? Agar urush portlaydi ekan, biz urush ko'ramiz dedi. 2-ayning 4-kuni oxirgi kelgan vaqtida andin hozir nima 4-kuni o'tdi deyli. Yani 2-ayning 7-kuni kelganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi, Kengash palatasi Tayvan sayli sayohat qonunini ma'qul. Bularning hammasi yangichini qarshi ilishtirsak bo'lmaydi. Chunki ikki davlat o'rtasida buni ta'addi bo'lib qoldi. Biz undan demaymiz. Buni ilmiy tahlil qilishimiz kerak. Biroq mushundaq vaqtda yangichi Washingtonni ziyorat qilgan mushundaq vaqtda mush ishlar o'rtaga chiqdi. Shuningdan qaraganda mening oxiri xulosam shuki, agar Jungo hukumati yo'l qo'ymasa, ba'zi masalalarda yo'l qo'ymasa, bu siyosat ijro qilinishi mumkin. Agar Jungo hukumati ba'zi masalalarda, hatto Amerika qo'ygan talablarda Jungo hukumati yo'l qo'ysa, Amerika Qo'shma Shtatlari yo'l qo'yishi mumkin. Davlatlar o'rtasida munosabatlar shunday bo'lishi mumkin deb faraz qilyapman. Lekin yani shunga diqqat qilingki, yangichi Washingtonni ziyorat qilayotgan shunday bir mezgilda Prezident Trump bilan Hindistonning vaziri Modi telefonni so'zlashib, muhokama qilib, hamkorlik, siyosiy hamkorlik, iqtisodiy hamkorlik, siyosiy hamkorlik deganda bu rayonning, ya'ni Janubiy Osiyo rayonining bexatarligini,
qo'g'dash va kapolatga ega qilish jihatda Amerika Qo'shma Shtatlarida Hindiston o'rtaq to'nishga keldi. Mana bu gapning eg'ir va salmog'i deymiz. Yana bir qatimliq eg'ir va salmoqliq fikr deymiz. Nemishqa? Hozir Jungo hukumati mushu munosabatlar yiriklashgan kundan boshlab bayonotchilari va davlat rahbarlari hatta mana bu qatim Yangjechi ham nim debdi? Hamkorlik. O'rtadagi ixtiloflarni tizginlayli, boshqarayli. Mush gap bilan kelayotgan mushundaq bir paytda Jungoning bir nafar diplomati Washingtonga yetib kelgan mushundaq bir paytda Prezident Trumpning Hindistonning vaziri Modi bilan telefonda muhokama qilishib, yuqorida qarorlarni olganligi bor. Katta gap hurmatli vatandosh. Yana biri. Hozir Hindistonning janubidagi Hindi okeandagi kichik davlat Maldiv ve musulmon davlat ekan, bu davlatning ichki ishlariga Jungo aralashdi. Hozir bu davlat hozir qalaymiqanchilik ishida. Prezident bir kishini qo'lga oldi. Balki bu Hindiston taraf bo'lsa kerak. Bu Maldivning hozirgi navbatdagi prezidenti bu Xitoyparast bo'lib chiqdi. Demak, hozir Jungo bu davlatning ichki ishiga aralashdi. Aralashmaymiz deydigan Jungo boshqa davlatning ichki ishiga nima ish aralashdi? Hindiston bununla aralashdi. Demek hozir Moldaviya meselesi, Moldaviya krizisi Hindiston bilan Jungo o'rtasida bir masala bo'lib o'tirg'a taq to'liq chiqmagan bo'lsa-mu, lekin bir masalaga aylangan shundaq bir paytda Prezident Trump bilan Hindistonning vaziri Modi ba'zi qonun bilan davlat boshqarishni himoya qilamiz. Moldaviyaning siyosiy va siyosiy krizisiga diqqat bilan qaraymiz. Demek hozir Jungo o'rtasidagi Jungo ile Hindiston o'rtasidagi munosabatlar boshqa ko'rmagan munosabatlarni qo'yib turayli. Bugundan boshlab men ishonamanki, Moldaviya masalasi bilan boshladi. Moldaviya masalasi bilan boshladi. Bu to'g'rida Prezident Trump ifoda bildirdi. Demak, Moldaviya masalasi Hindi okean masalasi. Yani hozir Prezident Trump'ning birinchi qadami va birinchi so'zi va jumla so'zi ayni chog'da biz sizlarga degan tuqqo, ayni chog' yiroq emas, yaqin kunlar dedik-ku. Mesela 11-oyning 8 kundan boshlab Prezident Trump'ning Tinch okean, Hindi okean, Hindi Tinch okean siyosati belgilandi degan edi. Demak, bugunlardan Moldaviya masalasining ko'tarilib chiqishi va shundaqla Hindistonning bexatarligi, Hindi Tinch okean rayonining bexatarligi to'g'risida Prezident Trump'ning ifoda bildirishi aynı vaqt bekitilgan strategik siyosat. Amerika Qo'shma Shtatlarining Hindi Tinch okean siyosatining konkret tadbir, konkret qadamiy bu. Xo'sh, endilikda biz yani Yangjechi apandiga shunday savol qo'yimizki, dal mushkullar kelganda siz Washingtonga yetib kelibsiz. Nima ish bilan keldingiz? Bu maxfiy. Bu ikki davlat o'rtasidagi ish. Biz uni oddiy fuqarolar hech nima deyamaymiz. Asosan o'tirg'i chiqish mumkin. Biroq siz mushundaq munosabatda vaziyatni yumishtiman deysiz. Nima to'g'ri? Qaysi yo'lda yo'l qo'yishingiz mumkin? Tayvan masalasida yo'l qo'yamsiz. Demak, hozir Tayvan to'g'risida qonunlar ma'qullanib bo'ldi. Eng oxirgi sayli sayohat qonuniga Prezident Trump qo'l qo'ydiganlar bo'lsa, bu demak ijro qilindi degan gap. Bu icra kılınan devrge kirdi degan gap. Hozir aytdik yani. Andan keyin Shangang meselesi yol qo'yamsiz. Ama Shangang meselesini qo'yib turaylik. Tibet meselesini yol qo'yamsiz. Sharqi Turkiston yani Uyg'uriston meselesini yol qo'yamsiz. Zodi nimada? Yangjechi apandi, zodi nimada yol qo'ysiz? Soda u sodiga manso. Yaqin deydi, ana Amerika Qo'shma Shtatlari sodi vakili, sobiq muavin vakili yaqin pat arada Jungo'ning Amerika ve Jungo sodasının aiti bir kararlılık siyasetini ilan kılı dedi. O yakında ilan kılınanı görüşümüz sodunu uyaktırıp dursun. Hazır siyaset meselesi müşahit yaptı. Çavuşende el kadar yumuşaş boptu değil hazırca. Lakin en merkezlik mesele yani Amerika ve Jungo oturusundaki münasebet meselesi. Siyasetler şundak belgelendi. Prezident Trump icra kılıdı. Demek iş yetti. Yangjechi apandi siz qanday yo'l qo'yasiz? Gap mana bu şey. Hurmatli vatandoshlar. Bugungi tahlilimiz to'liq bo'ldimi qandaq? Vatandoshlarning diqqat bilan anglashini
ümit qilaman. Xudo sizlarga yor bo'lsin vatandoshlar.